hid kelyapti. Voy bu qo'shnilar remont boshlagan. Bu rozmarin emas, lekin rozmarinning xususiyatini hammamiz bilamiz-ku, to'g'rimi? Rozmarinni ko'p narsalarda ishlatishga harakat qilaman, asosan sibirtka, shampun va shunga o'xshash narsalarda. Va hamma maqtagan, hamma gapirgan o'sha trichappi rozmarinli shampunni ishlatib ko'rdim. Endi xususiyatlariga keladigan bo'lsak, soch mustahkam bo'lishi, tez o'sishi, kamroq to'kilishi va shunga o'xshash narsalarda juda ham katta yordam beradi. Hidiga keladigan bo'lsak, juda ham miyatli va priyatniy hid bor. Sizlarga rezultatlarni ko'rsatadigan bo'lsam, juda ham mayda sochlar ko'p o'sishni boshladi. Mana qaranglar. Bilasizlar, обычно puchuk qilganimizda mana shu joylardan ko'p soch to'kiladi. Mana. Ishlatganlar bo'lsa, albatta kommentariyada bo'lishinglar, sizlarga yoqdimi yoki qanaqa rezultatlar berdi. Kelinglar birgalikda hamma bilan birga bo'lishamiz.